Mahalla yetkiliga necha marta murojaat qildik, mahalla eshitmaydi. Hokimiyatga boringlar deb turib olgan. Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Ayni damda biz Surxondaryo viloyati Denov shahri Nozim Mirzayev ko'chasida turibmiz. Bu yerga kelishimizning asosiy boisi ayni mana shu hududda yashovchi fuqarolar juda ham ko'plab murojaatlar, e'tirozlar yo'llashmoqda. Ayni murojaatlarning sababi va boisi nima ekanligini o'rganish maqsadida bugun biz bu yerga kelib, mana bu siz ko'rib turgan mahalliy aholidan intervyu olishga qaror qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima muammo bo'lyapti? Marhamat, batafsil. Muammo, o'g'lim 3 oylar bo'ldi mana shu ko'cha buzilganiga, bironta inson kelib bizlarga sizlar nima bo'ldilaring, nima kerak sizlarga, bu ko'chalarni bironta inson to'g'rilashga kelmadi. Mana kanalizatsiyalarimiz buzilgan, suvlarimiz uzilgan, bir kun gaz bo'lmaydi, bir kun svet bo'lmaydi. Shularning hisobidan, lekin bironta inson kelib to'g'rilashga nima qilmagan. Bizning mana ko'chamiz Chashmani bo'yida eski hammom yonida, eski chashmani oldida turamiz. Nozim Mirzayev ko'chasi. Iltimoslardan mana shunga yordam bersalaring, iloji boricha tezlashtirib mana shuni mani qilsa, yo'lni to'g'rilasa. Bizlarga uylarimizga kirgan changlarga tasavvurim qila olmaysiz. Meni o'zim allergik kasalim bor. Necha yillardan buyon allergik degan ichida turaman. Yoshim 71 da. Lekin men mana ko'zim yaxshi o'tmaydi. Sahrim ko'zimga bergan shu yo'llardan yura olmay necha marta kolodoslarga tushdim, nechta bolalar ko'tarib chiqarib qo'ydi. Mana shu joylarni inobatga olishlaringizni so'rayman, iltimos sizlardan. Bizning Nozim Mirzayev ko'chasini mana kavlab tayyorlab, na qaytib remont qilishadi, na kelib bir suv sepishadi, changga qolib ketdik. Bularni kasriga nevaralar, bola chaqalar hamma chuqur yo'l terib yuribdi. Bularga e'tibor qilayotgan rahbarlar bormi, yo'qmi bilmayman, tushunmadim. Proyekt yo'q deydi. Proyekt bo'lmasa, loyiha bo'lmasa nima qiladi kavlab? Xalqni azobga qoldirib. Bu mahalla yo'q. Mahalla vobshe ishlamaydi. Mahalla yetkiliga necha marta murojaat qildik, mahalla eshitmaydi. Hokimiyatga boringlar deb turib olgan. Mahallada piyoda yurishga mana kelib ko'rsalaringiz, kolodoslar ochilib, sidiklar oqib, shunda sharmanda bo'lyapti. Demak, aziz vatandoshlar, mana mahalla aholining murojaatlarini eshitdinglar. Yo'l qariyb 3-4 oydan buyon qozib tashlangan, asfalt qilinmasdan hozirgi holatda, mana siz ko'rib turgan holatda turibdi. Kanalizatsiya quvurlari yorilib, bu yerdan qo'lamsa hidlar chiqib, mahalla aholining yashash xonadonlarigacha ham kelayotgan ekan. O'sha mana shu noqulayliklarni va yo'lni asfalt qilib berishini so'rab, demak, bu yerdagi fuqarolar murojaat qilishmoqda.